Assalomu alaykum. Gul shaydolari mana Xudo xolasa 3-mart kuni mini ro'zalarimizni obzor qilaylik deb bir qator qildik. Xudo xolasa mini ro'zalarimiz ochilishga tayyor. Endi hammasi shonalishga harakat. Xudo xolasa kimga nechta kerak bo'lsa telefon nomerlarini yozamiz. Bemalol murojaat qilaveradi. Dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab. Qanaqa rangi desalang bor, hamma rangidan bor mana Xudo xolasa. Juda ham chiroyli bo'lgan. Holatlari go'zal holatda sada. Globus bo'lib apreldan qishgacha yergul ekmaysiz, mini roza eksangiz, ponni gul bilan turadi, chaman bo'lib. Mana har bittasi mana hammasi sada bo'lgan, mana chiroyli holatda, o'ta go'zal holatda. Ponni gul bog'lari ham. Hamma rangidan bor. Har xil razmerda. 2 yillik, 3 yillik katta holatda. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Namanganda bu gullar. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar bemalol.